Xitoyning 1-oktyabr davlat bayrami kuni qo'llarida ko'k rangli ko'llik ko'targan Amerikadagi taxminan 300 dak Uyg'ur Washington shahrida namoyish qilib, dunyoni Uyg'urlarni Xitoyning irqiy qirg'inchiligidan saqlab qolishga chaqirgan. Namoyishchilar dunyoning Xitoy hukumatini Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilik ahdnomasiga asosan javobgarlikka tortishni, embargo qo'yishni, shirkatlarning Uyg'ur majburiy emgakiga chetilishiga xotim berishni va dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur musofirlarini qo'g'dashni talab qilgan. Washington shahridagi Lincoln xotira saroyining oldida o'tkazilgan namoyishda Amerika Avam palatasining a'zolaridan Jim McGovern, Tom Suozzi, Vicky Hartzler, Yung Kim qatorliqlar nutq so'zlab, bu ishning Xitoyni tanqid qilib qo'yish bilan bo'lmaydiganligi, hozirga qadar ilingan tadbirlarning yetarli emasligi, Xitoyni javobgarlikka tortish uchun texmi ko'p va kaskin tadbirlarni elish zarurligini bildirgan. And the atrocities against the Uyghur people must be exposed to the entire international community, and we must hold the Chinese government accountable. It can't be because we think that we can get products for a cheaper price that we don't hold them accountable. Just because the price of a shirt or a pair of pants or a pair of shoes will go up if we do the Forced Labor Prevention Act, that's too bad. We cannot let this continue. And I want you to know, I will do everything I can to continue to educate the people of the United States Congress, the people in the United States of America, and our friends throughout the world, what the Chinese Communist Party is doing to the Uyghur people. I will stand with you 100%. Avam palata a'zosi Yung Kim so'zga chiqqanda Xitoy hukumat amaldorlarining Uyg'urlarga davomli ziyonkashlik qilayotganligi, qo'rqinchli dokladlarda majburiy tuhmat qilish, qul emgaki, qiyin qistoq, mengi yuyish, bosqinchilik va shu qatorda keng ko'lamli tutqun va nazoratga uchrayotganligi tafsiliy sharhlanganligini bildirib, bu yirginishli kishilik huquq dafsandichiligiga xotim berish uchun darhol xalqaro harakatga o'tish taqozolik bilan kutilmoqda degan. Our country, our international community, we have a duty to make this dream a reality. One day, I look forward to seeing the Uyghur people, the Kazakh people, and the people of China, Hong Kong, and Taiwan, and all others under the thumb of CCP finally able to exercise their freedom. I want to thank you so much for being here. Thank you and God bless you all. Bu qitimqi namoyishda palata a'zolaridan boshqa yana Amerika bosh elchilaridan Kelly Kori, Andrew Brimberg, Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining muavin raisi Nuri Turkal qatorliqlarni, shundaqla ommaviy va diniy tashkilotlarning vakillarini, Uyg'ur ham Qozoq lager shohidlarini, Uyg'ur yetakchilaridan Rabia Qodirni o'z ichiga olgan nurg'un kishilar so'zga chiqqan. Washingtondagi namoyish shu kuni Turkiya, Fransiya, Angliya, Kanada, Germaniya qatorliq nurg'un davlatlarda ilib berilgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish, Xitoy doiralarini javobgarlikka tortishni tema qilgan xalqaro harakatning bir parchasidir. Qoldi manzil, qoldi uzoqda hammasi chiqsa bo'ron, ko'si qumlar,